Shuhrat, Shuhrat o'tirib ola qolinglar. Abduhamid hamma o'tirib olsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar. Bugun Los Angeles o'zbek jamiyatini nomidan shu narsa nima deydi? Organizatsioniy ishlari qilinyapti. Kelganinglarga kattakon rahmat. Hayitinglar muborak bo'lsin. Hozir so'zni Qoradamlarga beramiz. Abduhamid Qoradamda bu yerda ozgina ruhiy tarbiya to'g'risida va Ramazon oyini hayiti bilan tabriklagan holda qanaqa to'g'ri va chiroyli yashashimiz to'g'risida ozgina ma'ruza qilmoqchilar. Shu kishiga so'z beramiz hozir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Assalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bugungi kunni, o'tgan kunlarimiz, o'tgan oylarimizni barakotlarini, yaxshiliklarini bersin. Inshaalloh bu jamlanmamizdan bir necha maqsadlar, bir necha niyatlar bor. Eng asosiy, eng oliy maqsadimiz hayit munosabati bilan, Ramazon hayiti munosabati bilan yig'ilib jamlanib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo bu majlisimizga o'zi yaxshiliklarni, barakotlarni ato aylasin. Musofirda yurgan, begona yurtlarda, begona diyorlarda yurgan vatandoshlarimiz, aka-ukalarimiz, otalarimiz, birodarlarimiz, opa-singillarimiz hammalarini Alloh subhanahu va taolo o'z hifzi himoyasida asrasin. Bilamiz, inson o'zini diyoridan boshqa bir diyorga, boshqa bir mamlakatga ko'chib, safar qilib boradigan bo'lsa, xoh u yerda ishlash uchun bo'lsin, xoh yashash uchun bo'lsin, xoh o'qish uchun, qaysi niyat bo'lishidan qat'iy nazar necha yil yashasa ham inson g'arib bo'lib qolaveradi. Ya'ni u joylarga, u diyorlarga begona bo'lib qolaveradi. Chunki atrofdagi qavmi qarindoshlar yo'q, u o'rgangan tabiat yo'q, uni har doim himoya qiladigan, uni har doim sig'dirib turadigan ahli yo'q. Ya'ni o'zimiz odatda ko'p, masalan, ba'zilar bu yerda oilasi bilan ko'chib kelganlar bor. Katta oilasi bilan kelgan bo'lsa ham baribir vatanni sog'inchi, vatandagi kenglik, vatandagi qalbdagi rohatlar, yaxshiliklarni topolmay yuraveradi. Alloh subhanahu va taolodan duo qilib, umid qilib so'raymizki, bu joyda jam bo'lgan hamma azizlarimizni, erkaklar va ayollar, hammamizni Alloh qalbimizni o'zi to'ydirsin. Qalbimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi xotirjamlik bersin. Insonni dunyodagi topishi mumkin bo'lgan yakkoy yolg'iz rohati, lazzati qalb rohati. Qalbdagi sakinat, qalbdagi osoyishtalik. Hamma buyruqlar, hamma hukmlarning natijasini ko'rsak, qalbdagi xotirjamlik uchun xizmat qiladi. Qalbdagi lazzat uchun xizmat qiladi. Bu Amerika diyorlariga mana o'zimni kelishim ikkinchi marotaba va shu o'tgan gal kelganlarimiz, bu kelganlarimiz umumiy 10 dan oshiq shtatlarda bo'ldik, aylandik, ko'rdik, vatandoshlarimizni ko'rdik, o'zbekdosh, ya'ni millatdoshlarimizni, O'zbekistondan ko'chib kelgan boshqa millat vakillarini ko'rdikda, ko'plarimizni jamlab turgan ba'zi bir muammolar, ba'zi bir masalalar bor. Inshaalloh bugun bu hayit munosabatidan foydalangan holatda katta jamlanma, erkaklar va ayollarni jamlanmasi katta jamlanma bo'lib turibdi. Shu fursatdan foydalanib qisqa qilib, ya'ni shu joylarga kerak deb o'ylagan, zarur deb o'ylagan masalalarimizdan ba'zilarini aytib o'tishni, eslashni xohladik. Birinchi masala bu Los Angeles shahridagi yoki bo'lmasa Kaliforniya shtatidagi eng birinchi masala, eng birinchi muammo vatandoshlarimizni birlashishliklari, bir markaz ostida, bir tashkilot ostida jam bo'lishlik zarurati haqida. Dindagi ko'rsatmalarni ko'radigan bo'lsak va hattoki dunyoviy jamiyatlardagi insonlarni yashayotganlaridagi voqelikka qaraydigan bo'lsak, hamma inson jamlanishga muhtoj. Hamma inson jamlanishga muhtoj. Birinchi masala, masalan, hozir biz Amerikada turibmiz. Bilasizlar,
Amerika Qo'shma Shtatlari, mana yaxshi tushunasizlar qanaqa tashkil topganligini. Ya'ni biron bir shtat o'zi mustaqil tarzda quvvatli emas. Mana shu 50 ta shtat jamlangan holatda bitta Amerikani tashkil qildi. Ya'ni birlashgan holatda bitta katta mamlakatga aylandi. Imkoniyati keng bo'lgan, kuchi ko'p bo'lgan va unda bo'ladigan boshqa manfaatlar bo'ladigan bitta mamlakat bo'ldi. Xuddi shunaqa inson hech qachon yolg'iz tarzda bitta shaklda ravnaq topa olmaydi. Inson hech qachon yolg'iz rivojlana olmaydi. Hech qachon yolg'iz najot topa olmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda yolg'izlikni, ajralishlikni juda ham chiroyli tarzda zarb masal qilib aytadilar. Innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiyata. Ya'ni bo'ri qo'ylarning orasida ajralib chiqqanini yeydi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyos qildilar. Ajralib chiqadigan, yolg'iz yuradigan odamni dunyoda xatari ko'p. Shunday xatarlardan bittasi din ma'nosidagi, vasvasa ma'nosidagi, adashib ketish ma'nosidagi xatar. Shayton yolg'iz yuradigan odamni oson vasvasa qiladi. Ajragan odamni oson vasvasa qiladi. Bu joyda, bu diyorlardagi muammolarning orasida dinimizni saqlashlik, o'zligimizni saqlashlik muammosi bor, mas'uliyati bor, qiyinchiligi bor. Bir odam aytishi mumkin, yo'q, men o'zim bolamni mana qarang Qur'onni yodlatyapman. Mana hammasi muammoning joyida, oilam tinch, menda hech qanaqa muammo yo'q deyishi mumkin. Biz bugun ko'rmayotgan bo'lishimiz mumkin muammoni. Biz oldimizni ko'rib turgan bo'lishimiz mumkin, lekin jamiyat bo'lib birlashib yasamasak, bugun bo'lmasa ertaga zarar kelib qoladi. Bugun bo'lmasa ertaga xatar kelib qoladi. Men kechagi hayit namozini o'qib chiqqanda bitta narsani ko'rib aytdim, ya'ni qalbimga tugdimki, shu suhbatda aytib beraman dedim. Hayit namozdan chiqib masjidning oldida turdik. O'zbek millatiga mansub bolachalar o'ynab yuruvdi. Kimlarnidir farzandlari, o'g'illari va kichkina qizchalar ham o'ynab yuruvdi. Haligi joyda turgan erkaklar o'zini bolasi bo'lmasa ham haligi bolalarni koyib turishdi. "Voy, to'xta, mashinani tagiga ketib qolma. Voy, qara" deb turib koyib ketishdi. Ya'ni to'xtatib turishibdi. Ota-onasi xotirjam, ota-onasi tashvish qilmayapti, o'ylamayapti, chunki boshqa aka-ukalar u haqida tashvish qilib turibdi. Boshqa birodarlar uni to'g'ri yo'lga boshlab turibdi. Shuning uchun ham biz hamma joyda va xosatan begona yurtlarda muhitimizni, atrofimizni, bizni o'rab turgan odamlarni diyonatli qilishlikka mas'uliyatimiz bor. Agar bizni jamiyatimiz bir kuchli bo'lsa, jamiyatimizda birlik, birdamlik bo'ladigan bo'lsa, farzand tarbiyasidagi muammolarimiz yechiladi. Chunki bolalar biladi, bir musulmon bilan bir o'zbek bilan yonida yurishi mumkin, o'tirishi mumkin, taomlanishi mumkin, oshxonaga kiradi, do'konga kiradi, birga ishlaydi, birga xizmat qiladi va hokazo. Musulmon bir jamiyat, musulmon bir muhit paydo bo'ladi. Shuning uchun bu shtatda endi boshlanib turibdi bu narsa, ya'ni Kaliforniya shtatida, bundan oldin boshqa shtatlarda tajribalar o'tgan. New Yorkda bor, o'sha Orlandoda bor, bilasizlar, yoki bo'lmasa Filadelfiyalarda bor, mana Cincinnati, Ohioda bor, ko'pchiliklar ko'p shtatlar haqida xabarlar bor. Shu joylarda bu narsalar tashkil qilindi va yaxshi natijalar berishni boshladi. Shuning uchun bu yerga tavsiya, targ'ib, o'zingiz uchun foyda bo'ladigan narsa, demak bitta jamiyatga, bitta markazga jamlanishlikka muhtojmiz. Shuning uchun inshaalloh tez orada Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'raymizki, mana shu jamlanma bo'lsin. Hamma murojaat qilib turadigan, ehtiyojlarimiz qonadigan, muammolarimiz hal bo'ladigan, maqsadlarimiz bir bo'ladigan bitta markazni Alloh subhanahu va taolo nasib etsin. Bugun bu ishlar bir necha yillar oldin boshlangan, ya'ni ilk qadamlari boshlangan. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo kelajakda yaxshi rivojlar, yaxshi ravnaqlarni o'zi bersin. Ikkinchi narsa, ikkinchi muammo farzandlarimizni tarbiyasi masalasidagi muammolar. Buni men aytmasam ham hammanglar o'zinglar yaxshi bilasizlar. Men ba'zi bir misollar bilan, ba'zi bir oyatlar bilan tushuntirib berishga harakat qilamanki, biz endi bugun o'zbeklarni ko'ryapmiz, farzandlarimizni o'qitish uchun, ya'ni bu yerdagi standart maktablarga bolalarimizni beryapmiz. Oddiy maktablarga bolalarimizni beryapmiz va endi biz oldimizda bitta xatar turibdiki, bolalarimiz o'sha muhitdan
ta'sirlanib qolishlik xavfi bor, o'sha muhitdan ta'sirlanish xatari bor. Ulamolarimiz aytadilar: al insanu yata'assaru bima hawlahu aw biman hawlahu. Ya'ni inson atrofidagilardan yo atrofidagi narsalardan ta'sirlanadi. Yo'q, men ta'sirlanmayman degan inson yolg'onchi inson. Yo'q, menga ta'sir qilmaydi degan inson o'zini tanimagan, hattoki o'zini kimligini topmagan inson. Almashtirib olamizmi? İnson zoti borki, u inson ta'sirlanadi. U insonga atrofdagi narsalar, atrofdagi hodisalar, holatlar hammasi ta'sir qiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin" deydi. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qiling. Alloh subhanahu va taolodan qo'rqing deb turib Alloh taolo buyruq beryapti-da, ketidan bizga taqvoga yordam beradigan, taqvoga ko'makchi bo'ladigan narsani Alloh taolo xabarini beryapti. Ya'ni taqvodor bo'ling, Allohga taqvo qiling. Yaqinroq turamiz. Demak, oyat karimada Alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlarni sizu bizga buyruq berib aytayaptiki, Allohga taqvo qiling va kunu ma'as sodiqin. Ya'ni sodiqlar bilan bo'ling. Sodiqlar bilan bo'ling. Taqvoga yordam beradigan narsani Alloh subhanahu va taolo o'zi ta'limini beryapti. Sodiqlar bilan bo'ling. Iymoni bor odamlar bilan bo'ling. Musulmonlar bilan bo'ling. Atrofingizdagi jamiyat musulmon jamiyati bo'lsin. Siz jamlanadigan insonlar, sizning yoningizda bo'ladigan insonlar musulmon bo'lsin. Albatta inson atrofidagi narsalardan ta'sirlanadi. Insonga atrof, kishilar va muhit ta'sir qilmasdan qo'ymaydi. Shuning uchun farzandlarimizni har doim muhiti haqida, ular o'rab turgan narsa haqida tashvishda bo'lishimiz kerak. Shulardan bitta tarixiy voqea o'tgan. Imron bin Hattor degan tarixda inson o'tgan. Bu odam olim odam bo'lgan, hadislarni rivoyat qilgan, muhaddis, ilmi bor bo'lgan, zakovati bor bo'lgan inson bo'lgan. Kunlardan bir kuni adashgan firqaga mansub bo'lgan bir ayolni yaxshi ko'rib qoladi. Bu tarixiy voqea. Agar masalan o'zimiz ham Imron bin Hattor deb turib Google'larga yozsak, bu odam haqida ma'lumot chiqadi. Bu odam bir xavorij millatiga mansub bo'lgan, ya'ni dinida adashib ketgan xavorij bo'lgan bir ayolni yaxshi ko'rib qoladi. Chiroyli bo'lgani uchun yaxshi ko'radi-da, shu ayolga uylanishni xohlaydi. Shu xavorij ayolga uylanaman desa, atrofdagi odamlar qaytaradi. Yo'q, buni e'tiqodi buzuq. Bu xavorij bu. Bu adashgan ayol. Bunga uylanmagan. Nima qilay yana? Bo'ldi. Mana. Bo'ldi, xo'p. Demak, bu ayol xavorij, bu ayolga uylanmagan degan odamlarning tavsiyasiga qaramasdan aytadi, yo'q, men buni deydi nasihat qilaman, buni tarbiyalayman, buni to'g'ri yo'lga boshlab olaman deb haligi ayolga uylanadi. Oradan yillar o'tib, Imronning o'zi xavorijlarning kattasi bo'lib vafot qilib ketadi. Xavorijlarning kattasiga aylanadi. Ya'ni bittagina ayoldan, turmush o'rtoqdan insonni ta'sirlanishi. Shuning uchun bu vatandoshlarimizga hammaga aytadigan narsamiz, biron bir odamni tanqid qilish emas niyatimiz. Masalan, Ahmad yomon, Mahmud yomon, yo falonchi yomon, falonchi yaxshi degan tushuncha yo'q. Bu hammasi ko'rib turgan narsalarimiz va bizda bor bo'lgan ma'lumotlar, ilmlardan kelib turib chiqib aytilayotgan gap. Farzandimiz bizni huzurimizdagi omonatimiz. Omonatga e'tiborli bo'laylik. Omonatni atrofini, omonatni muhitini chiroyli qilishga harakat qilaylik. 5 yosh, 6 yosh, 10 yosh, kerak bo'lsa 15 yoshga kirgan bolalarimizda hali buzuqchilik ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin.
hali yomon xulq ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Hali noto'g'ri natijalarni, hali ulardagi xatarlarni ko'rmayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin bu xatar shunaqangi xatarki, tez orada ko'rinib qoladi. Tez orada ko'rinib qoladi, keyin kech bo'ladi. Keyin kuchimiz yetmay qo'yadi. Keyin quvvatimiz yetmay qoladi. Shuning uchun bugun hamma insonni imkoniyati, fursati bor. Fursat bor paytda fursatni, imkoniyatni qo'ldan boy berishimiz kerak emas. Yana bir so'zni aytamanki, farzandimizni tarbiyasida ertaga deyishlikka hech qaysi bir ota-onani haqqi yo'q. Hech qaysi bir murabbiyning haqqi yo'q. Halakal musawwifun, ya'ni tasvif deydigan bir muddatdan keyin qilaman deganlar halok bo'ldi. Va xossatan farzandni tarbiyasida mana shu gapni gapiradiganlar halok bo'ldi. Yutqazdi, mag'lubiyatga uchradi, zarar ko'rdi. Shuning uchun farzandingizni tug'ildimi, tug'ilgandan boshlab, maktabga ilk chiqayaptimi, chiqayotgan kunidan boshlab, birinchi darsidan boshlab, birinchi hayotidan boshlab, birinchi muomalasidan boshlab dini haqida, atrofi haqida tashvishda, g'amda bo'lishligimiz kerak. Inshaalloh shundagina yaxshi natijalarga, yaxshiliklarga sazovor bo'lamiz. Va undan keyingisi gapimiz cho'zildi. Oxirgi so'zim, oxirgi tavsiyam bu o'sha vaziyatlardan kelib turib aytilmoqchi bo'lgan narsa ota-onalarimiz haqlarida. Bu yerda yashayotganlarimizni ba'zilarimiz ota-onalarimiz hali hayot bo'lgan va ba'zilarimizni ota-onamizda yolg'iz farzand bo'lganlarimiz ham bormiz. Bizdan boshqa g'amxo'ri bo'lmagan, qarovchisi bo'lmaganlarimiz bor. Mana shularga aytamizki, siz nima qilgan taqdiringizda ham, qaysi holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, dunyoviy qaysi darajada bo'lishingizdan qat'iy nazar, ota-onangizni haqqiga rioya qiling. Ota-onangizga eng chiroyli muomalani qiling. Ota-onani yonida bo'ling. Ota-onangiz sizni yoningizda bo'lishsin. Ota-onangiz bilan birga bo'ling. Chunki ota-ona farzandini har doim ko'rib tursa xursand bo'ladi. Biz yoshligimizda, bolalik paytimizda ota-onamizni ko'rish bizni xursand qilgan. Agar hamma o'zini bolasiga qarasa shuni ko'radi. Kichkinagina bola yugurib onasini ko'radi. Yugurib borib otasini ko'radi. Kecha mana ba'zi birodarlarimiz, biz bilan yurgan akalarim, ya'ni otlarini aytmayman, aytdilarki, o'g'lim 2-3 kundan beri meni ko'rmaganiga 10 yoshli o'g'lim, "Ada, seni ko'rmayapman" deb aytdi dedi. 2-3 kun ko'rmagan. 2-3 kun ko'rmaganiga bitta shaharda turibdi, bitta uyda yashayapti, lekin "Ada, seni ko'rmayapman, sog'inib qoldim seni" deb aytayapti dedi. Xuddi shunaqa ota-onalarimiz ham o'chib qolsa ovozda eshitishadi. bo'ldi. Demak, ota-onamiz har doim bizni ko'rishlikka muhtoj. Bizni ko'rishlik ularni ko'zini quvontiradi. Masalan, bir xillar aytadi, "Men sharoitni qilib berib qo'yganman. Uzoqda turib bo'lsa ham uylarini zo'r qilib berganman, joylarini zo'r qilib berganman, otamga mashina berganman, xizmatkor." Yo'q. Biron bittasi farzandni o'zini ota-onani oldida bo'lishligi yetmaydi. Biron bittasi. Bir ajoyib ulamolarimizning nasihati bor. Juda ham ijoz so'zlarda qofiya qilib aytishgan. Biz har doim shu so'zni eslaymiz. Ya'ni birrul validayni dinun va daynun. Al-awwalu ya'khuduka ila al-janna va ath-thani yaruddu ilayka abnauk. Ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish ham din, ham qarz. Ota-onaga qilinadigan yaxshilik birinchisi din. Ya'ni nima degani desa, ota-onaga yaxshilik qilishga farzand majbur. Namoz o'qishga, roza tutishga, hajga, boshqa farzlarga qanday majbur bo'lsak, ota-onamizga qarashga ham xuddi shunaqa majburmiz. Xohlaymizmi, yoqadimi bizga, yoqmaydimi, shu majburiyatimiz bor. Majburmiz. Alloh subhanahu va taolo shuni bizga buyurgan. Endi mana shu din o'laroq ota-onasiga qaragan inson jannatga kiradi. Demak, ota-onaga yaxshilik qilish din. Bu seni jannatga olib ketadi. Bu seni jannatga kirgizadi. Ikkinchisi qarz. Qarzni senga farzanding qaytarib beradi. Bolangizdan qaytadi. Ba'zida bolangdan qaytsin, bolangdan qaytadi degan so'zni biz qarg'ish deb o'ylaymiz. Lekin bizni ota-onaga qiladigan ishimiz borki, nima ish qilsak, hammasi farzandimizdan qaytadi. Bitta misol bilan so'zimizni nihoyasiga yetkazamiz.
Toshkentda bo'lgan bir voqea bor. Biz ularni, u oilani hali ham taniymiz. U oila hammalari hali hayot. Yoshlari 80 dan oshgan bir hoji akamiz borlar. Mo'ysafid yoshiga kirganlar. Bundan 15 yil oldin menga bu voqeani aytib berganlar. Aytadilarki, "Qora aka, men farzandli bo'ldim" dedilar. Bolalik bo'ldim, o'g'il ko'rdim. O'g'il ko'rgan qahramon bo'lib bordimda bolalik tug'ilganlik haqidagi guvohnomani o'zim olib keldim. Guvohnomani olayotganda bolamga otni o'zim qo'ydim dedi. O'zim bolamga ot tanlab keldim dedi. Ota-onamdan so'ramadim, hech kimdan so'ramadim, o'zim qo'ydim dedi. O'zim qo'yib keldim. Oradan vaqt o'tdi, o'g'lim katta bo'ldi, o'g'limni uylantirdim. O'g'lim ham farzandli bo'ldi dedi. O'g'lim farzandli bo'ldi, o'g'lim ham mendan so'ramasdan borib ot qo'yib keldi dedi. O'g'lim ham mendan so'ramadida borib o'zi ot qo'yib keldi. Va endi bu voqeani aytib berayotgan paytlarda nabiralari farzandli bo'ldi. Nabiram xavariz bor, uylandi. Uylandi, farzandli bo'ldi. Nabiram ham o'zi borib ot qo'yib keldi dedilar. Nabiram ham o'zi borib ot qo'yib keldi. Endi men so'ramagandim, o'g'lim so'ramadi, nabiram ham so'ramasdan o'zi ot qo'yib keldi. O'g'lim kelib menga shikoyat qildi. "Ada, nevarangiz mendan ham so'ragan, yo sizdan ham so'ramadi. Ot qo'yib keldi. Biroq yo sizga yoki bo'lmasa menga murojaat qilsa bo'lardi" deb aytdim. Aytdim, "O'g'lim, bu xatoni men o'zim boshlaganman. Men qilganman, birinchi otamdan so'ramasdan sanoatini qo'yganman. Sen ham esingda bo'lsa mendan so'ramagansan, bu ham so'ramadi. Ikkalamiz ham o'tirib haqqiga duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolodan so'raylik, buni farzandidan qaytmasin. Ya'ni buni farzandi unaqa chiqmasin, o'ziga o'xshagan bo'lmasin, bizga o'xshagan bo'lmasin" dedim. Deb turib mana shu xabarni aytib berdilar. Mana endi shariat nuqtai nazaridan aytaman. Ota farzandiga ot qo'yishga mas'ul. Ya'ni bir odam farzandlik bo'lsa, domlaning oldiga kelib, "Domla, farzandli bo'ldim, nima majburiyatim bor?" desa aytamiz, "Chiroyli ot qo'yish majburiyating bor" deymiz. Majburiyat otaniki. Ota bolaga chiroyli nom qo'yish kerak. Lekin odob yoshi katta odamdan so'rash. Agar uyda otasi, onasi hali hayot bo'lsa, ota-onaga iltifot qilish. "Ota, oyi farzandimga ot qo'yib bering" deb turib ularga murojaat qilish, bu odob hisoblanadi. Ya'ni gunohkor bo'lmaydi qilmagan odam. Odobsizlik qilgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni insonni hayotini qaytarib qo'yishning go'zalligi hatto shu kichkina odobsizlik ham qaytadi. Ota-onangizga qiladigan har qanaqa muomalani xotirjam qilavering, ertaga qaytib keladi. Qo'pol qilib aytganda, ertaga o'zingizni teringizda his qilasiz. O'zingiz his qilasiz, o'zingiz ko'rasiz. O'sha paytda ota-onangizga qilgan muomalangiz yaxshimidi, yomonmidi, to'g'rimidi, chiroylimidi, haqlimidi, ularga ozor beruvmidi, ularga xursandchilik beruvmidi, o'zingiz ko'rasiz. Shuning uchun ota-onaga qiladigan har qanaqangi amalimiz qaytib keladi. Ota-ona farzand ota-onasini ko'rishi qancha uni xursand qilgan bo'lsa, farzandini ko'rish ham xuddi shunaqa xursand qiladi. Men biron bir insonni shaxsiy ishiga aralashmayman. Rizqingizga, kasbingizga daxlim yo'q. Lekin aytamanki, ota-onani haqqini o'zini o'rniga qo'ying. Farzandingizni haqqini o'zini o'rniga qo'ying. Diyonatingizni haqqini o'zini o'rniga qo'ying. Chunki yashashlikdan maqsad faqat imtihon. Imtihon uchun keldik dunyoga. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, O'zbekistonda bo'lamizmi, Amerikada bo'lamizmi, Avstraliyada bo'lamizmi, Afrikada bo'lamizmi, hamma joyda mas'ulmiz. So'raladigan narsalarimiz o'zgarmaydi. So'raladigan narsamiz dinimiz haqida, o'zimizni ibodatimiz haqida, bizga qo'l ostimizga berilinganlar haqida, ota-onamiz haqida hammamiz albatta so'ralamiz. Mana shu narsani hech qachon esingizlardan chiqazmanglar. Alloh tavfiq bersin. Alloh muborak qilsin. Bu ba'zi texnik nosozliklardan uzr so'raymiz. Men ham qiynalib ketdim. Menga ham og'ir bo'ldi. Sizlarni ham tasavvur qilyapman. Sizlar ham qiynalib ketdinglar. Lekin inshaalloh umidimiz Alloh subhanahu va taolodan bitta dona kalimani eshitgan bo'lsak ham, bitta dona so'z qalbimizga kirgan bo'lsa ham shu katta yutug'imiz. Va O'zbekistondan uchib kelib, shuncha joyga kelib bitta dona suhbat bo'lsa ham shu katta natija bo'ladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo har doim natijalarimizni o'zi oliy qilib bersin. Bu diyordagi, bu majlisdagi hammalarimizni bugun qanaqa muammoyimiz bo'lsa Alloh o'zi hal qilib bersin. Jamoatni duosida baraka bor. Jamoatni jamlanmasida baraka bor. Yadullohi ma'al jamaa. Alloh subhanahu va taoloni yadi, Allohning nusrati, Allohning ko'magi jamoat bilan. Jamoatni duosida
ijobat bo'lishlik xususiyati bor. Inshaalloh erinmasdan, malollanmasdan bugungi bu jamlanmamizda Qur'on tilovatini qilamiz va duoga qo'l ochib hammamiz o'zimiz haqimizda, bir-birimiz haqimizda, musulmonlar haqlarida duo qilamizki, Allohdan faqatgina ijobatni umid qilgan holatda Alloh hammamizga o'zi tavfiq bersin. Yana bir bor Hayit bayrami, shodonalik, Ramazon oyini ro'zalari, ibodatlari hammalarimizga muborak bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. بسمك اللهم نستغيث، بسمك اللهم نستغيث، بسمك اللهم نستغيث. يا رب العالمين. Bu oyat kalimalardan, yozilingan dasturxonlardan hosil bo'lgan savoblarni bu majlisda duoga qo'l ochib turgan hammamizdan o'tgan, bizdan duo umidi bo'lgan, bu diyorlarda vafot qilgan musulmon va muslimalarni, ajdodlarimiz va bizdan vafotda o'tganlarni va bizdan duo umidi bo'lganlarni barchalarini ruhlariga o'zing yetkazgin. Ya Rabbal alamin. O'tganlarimizni bizdan sodir bo'layotgan toat ibodatlardan har doim nasibador qilgin. Ajr savoblarda bizlarga sherik bo'lishliklarini o'zing muvaffaq qilgin. Ya Rob, hammamizni avvalambor iymonlarimizni salomat qil. Iymonimizni saqlab, musulmon bo'lib yashab, musulmon bo'lib vafot qilish baxtiga hammamizni o'zing sazovor qilgin. Ya Robbal alamin. Duoga qo'l ochib turgan hammamizni hojatimiz bor. O'zingdan so'ragan hojatlarimiz bor. Barchasiga o'zing kifoya bo'l. Bemorlarimizga shifo ber, qarzdorlarimizga najot ber, farzand talabidagilarga solih va soliha farzand ne'matini ato aylagin. Kasbkor qilayotgan, halol mehnat qilib harakat qilayotgan hammalarimizni Alloh harakatlarimizga o'zing barakotlarni bergin. Topganimiz haloldan, sarf qiladigan o'rnimiz halolgagina bo'lishligini o'zing muvaffaq qilgin. Ya Robbal alamin. Bu joylardagi hujjat masalalarida ba'zi qiyinchiliklar bor. Qiynalib yurgan, mashaqqatlanib yurgan vatandoshlarimizni Alloh o'zing yordamchisi bo'lgin. O'zing ularga yaxshilik bilan chiroyli xabarlarni, osonlik yo'llarini o'zing muvaffaq qilgin. Ya Robbal alamin. Ayollarimizda, oilalarimizda qalblarimizni xotirjam qil. Nasllarimizdan, zurriyotlarimizdan Qur'on ahllari, qibla ahllari, o'zinggagina ibodat qiladigan solihlarni chiqishligini o'zing muvaffaq qilgin. Farzandlariga, o'g'illariga, qizlariga juft halol so'ragan, o'zlarini to'ylarini niyatidagi bo'lgan, harakatidagi bo'lgan barchalarimizni Alloh yordamlarida bo'lgin. Solihlarni solihalarga, solihalarni solihlarga o'zing ro'paro qilgin. Ya Robbal alamin. Toshkentdagi, O'zbekistondagi, boshqa shaharlardagi, viloyatlardagi bizni orqamizdan qolgan ahillarimizni har doim tinchlikda, ofiyatda, xotirjamlikda qilgin. Ya Robbal alamin. Inshaalloh tez orada ahillarga, oilalariga qaytishlikni niyatidagilarimizga o'zing yordamchi bo'lgin. Ofiyatda, sog'likda qaytib vatanlarga, oilalarga qaytishliklarini Alloh o'zing muvaffaq qilgin. Ya Robbal alamin. Bu jamlanmalarni o'zing davomli qilgin. Musulmonlarning saflarini adadi ziyoda bo'lishligini, saflarimiz mustahkam bo'lishligini o'zing muvaffaq qilgin. Bu tadbirga xizmat qilgan
pishir kuydirlarga yordam bergan aka ukalarimiz, opa singillarimizni, o'zlarini mehnatlari bilan, xizmatlari bilan moliyaviy tomonlardan hissalarini qo'shgan barcha azizlarimizni Alloh xizmatlariga yarasha, himmatlariga yarasha savob va mukofotlarni o'zing ko'paytirib bergin. Sarf qilingan xarajatlarni hammasini o'zing o'rinlarida to'ldirgin. Ya Robbal alamin, bu jamiyatni, bu musulmonlar jamlanmasini, oldilari turgan hamma ishlarni oson qilgin. Tez orada bir markazni, bir masjidni barpo qilib, u masjidga rahbarlik qilib, birgalikda o'sha yerda yelkama-yelka turib ibodat qilishliklarini, o'zaro musulmonlarga yordam bo'lishliklarini Alloh o'zing muvaffaq qilgin. Ya Robbal alamin, xalqimizni hayotini farovon qil, diyorlarimizni tinch qil, vatandoshlarimiz yer yuzini qaysi burchaklarda bo'lishlaridan qat'iy nazar o'zing omoningda asragin. Ularni barchalarini o'zingga omonatga topshirdik. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.